Kech tamoq yeganga bir odam samirib ketmaydi do'stlar. Hamda o'riqlab qalbi qilaman desak, kech tamoqni cho'qim yeyishimiz kerak. Bir odamniki bir kunda yeydigan tamoqiga bir ehtiyoj bo'ladi. Shu ehtiyojni oshirib etmasangiz ham siz uxlashdan burun bir qacha do'g'atni ichib o'tib yoki bir kesim to'rtni yeb o'tib qilsangizmi, qat'iy samirib ketmaysiz. Mening hamma o'quvchilarim kech tamoqni quvvatli yeb turib o'riqlatadi, hatto ungirish tamoqlarini yeydi. Sizning samirib ketishingiz sababchi bo'lgan u ungirish tamoqi emas yoki kechrak yeb qolganmi emas. Bu ehtiyojingizdan eshib ketgachga, masalan, go'sht bilan mayning miqdorimi sizning bir kundagi ehtiyojingizdan eshib ketsa, yana siz samirib ketaverasiz. Qanday yana kechdimi tamoq yeb turib o'riqlab mang'ili bo'ladi. Bir kunda bizningki tamoqqa bo'lgan ehtiyojimiz qanchalik? Men filmda javobini deb berma. Bir tal yurak berib saqlab oling. Yana kech tamoq yemay o'zingizdan osh qo'yib qiynalib yurmang, juma. Bir odamniki bir kundagi tamoqqa bo'lgan ehtiyojini hisoblashda birinchi bo'lib asosiy metabolizm bilishimiz kerak. Ya'ni chi cho'tayishi. Buni siz masalan Jenshun fanlardagi uskunlardan yoki uyingizdagi tarozini hisoblay olasiz. To'g'rilarda har xil formulalar bor. Sizning jinsingiz, yishingiz, eg'irligingiz, bo'yingizingiz uchun hisoblab chiqamiz. Endi hisoblab chiqqan son balkim 1200, 1400 kaloriya degan sonlar chiqadi. Agar siz bir kunda tuzuk harakat qilmaydigan hamda tamoq atingiz bak qalaymqan, birdam tamoqdan farz tutib eg'irligingizni tushirsiz, birdam cho'ngib ichib olsiz, bundaq ritmsiz holatda bo'lsangiz, mush chiqqan sondan taxminan 100 kaloriyani ilib etsangiz bo'ladi. Masalan 1300 kaloriya chiqamsa, aslida mening 1200 bo'lishi mumkin deb o'ylasangiz bo'ladi. Agar harakatingiz jiq, tamoqlardan farz tutmaydigan odam taxminan 1300 kan yoki undan jiqroq kan deb o'ylang. Chiqqan sansipar ashning yiqilishidi degan gap. Uningdan boshqa sizning yana bir kunda harakatingiz bor. Siz yotmaysiz o'nsiga shundaqo. Asosiy metabolizm degan sizda hech qanday harakat shakllanmagan vaqtda, ya'ni yuragingiz so'qiyotgan bo'lsa, hayot bo'lsangiz sarf qila oladigan bir xil issiqlik energiya. Ammo siz harakat qilyapsiz, ishlayapsiz, xizmat qilyapsiz, uyning ishini qilyapsiz. Bu chaqda buning yana azroq energiya qaytiladi. Taxminan 150 kaloriya, 200 kaloriya har bir odamning o'zining harakatiga asosan buning darajasi bo'ladi. Üçüncüsü tamoq yeyotganda tamoqni hazm qilish uchun badanda yana bir energiya qo'yib berildi. Shu'urlasha deymiz. Bir odamniki bir kundagisi jami energiyaning taxminan 10% ni egallaydi. Buning yana qo'rqmay 100 kaloriyani qatsangiz bo'ladi. Undan boshqa masalan kuni siz yo'l mengayapsiz. Har 1000 qadam mangandimi taxminan 25 kaloriyadan 30 kaloriyaga energiyani sarf qila olasiz. Qancha 1000 qadam mengayapsiz, shuni qaraganda bir qo'shib beqing. Ondaki mesela siz maxsus harakat qilyapsiz, Jenshun fanda 1 soat mashq qilyapsiz yo 1 soat yuguryapsiz. Buning yani taxminan 1 soat ulab asirg'idek harakat qilayotganlar 250 kaloriyadan 350 kaloriyagacha qo'shsak bo'ladi. Mesela sizningki metabolizm, asosiy metabolizm 1200 bo'lgan bo'lsa, qolganlarini yig'ib ekansiz 1700, 1800 hatto 2000 kaloriya bo'lishi mumkin. Bu nima degan gap? Bu nihoyatda jiq energiya. Siz 3 vaqt tamoqni yeganga bunchilikni yeb bo'lmaysiz amaliyotda. Shun qo'rqmay yeyvering kech tamoqni. Nemish siz yegan narsa miqdori bu kaloriyadan eshib ketadi bo'lsangiz, birsi siz ziyoda bak mayliq narsalarni yeb oldingiz. Lag'maysiz, jamiyalarni qo'shib qo'saq itlib ketkicha yeb oldingiz. Kunda harakat qilmay o'rinliq o'tirib oldingiz. Issiqlik energiyasi yuqori bo'lgan ushshaqcha yemeklarni yeb oldingiz, sovuq ichimliklarni ichib oldingiz. Shunlar siz samadingiz. Endi o'riqlayman deb siz shu nachar odatlarni tashlang. O'rinliq vatqa odam ancha-muncha mildirab harakat qilib bering. Ushshaqcha yemeklarni tashlang. Tamoqlarni bak mayliq yeb olmang. Ama 3 vaqt tamoqdan farz tutib, bir vaqt tamoqni oz yeyishning hojati yo'q. Siz yana 3 vaqt yeyavering. Ungirish tamoqni yeyavering. Sizdan o'riqlab mangsiz. Xattirjam yana 1-2 vaqt tamoqni yemay, qo'saqni ziyoda oshqizib, farz tutib qilsangiz, o eg'irlik bizdan tushganda qamdan men metabolizm tayishimi tan tushib ketsa, keyingi bag'an tushmay turib oldi. Hamda o'zingiz qiynalgandek lamon po'yin po'shib ketsiz. Gapim tushunish bo'ldimi? Kech tamoqni cho'qim yeymiz a. Cho'qim yeb turib, quvvatli yeb turib o'riqlaymiz. Unda siz o'ylagandek tasish emas, unda qo'saqni osh qo'ydigan ish emas, o'riqlash degan. Aqlmi? Men agishilishni unutib qolmang. Sog'lom holatda, rahat holatda sizni yetaklab o'riqdiman. G'ayrat qilib.